Ramazonda tafakkur qiling. Tafakkur qiling. Hamyon yo'qoldi. Bu voqeani toshkentlik bir tanishimiz so'zlab berdilar. Bir yili muhtarama onamiz bilan hajga borgan edik. Onamizning yoshlari ancha o'tib qolgan, qiynalib qadam bosardilar. Haj ko'p yillik orzulari bo'lgani uchun ana shu sabablarga qaramay safarga otlandilar. Orziqib kutganimiz Makkaga yetib, Masjidul Haromga kirib bordik. Dunyoning turli burchaklaridan kelgan millionlab musulmonlar Ka'bani tavof qilib, haj arkonlaridan birini ado etishyapti. Katta ma'raka ichida onajonimning qiynalib qolishlarini o'ylab, maxsus aravachada tavof qildirmoqchi bo'ldim. Ko'madilar. Shuncha joydan kelib, Alloh buyurgan farzni aravada taltayib bajaramanmi? deb turib oldilar. O'z hollariga qo'yay desam, olomon orasida ezilib qoladilar. Shunda onamni bir hadisda aytilgandek, yelkamda opichlab tavof qildirishni o'yladim. Ham onajonimga qulay, ham roziliklarini olishim menga foyda. Opichlab tavofni boshladim. Hujjatlar va pullar solingan charm sumkachani qo'llariga tutqazib ehtiyotlashni tayinladim. Onam yelkamda tinmay duo o'qib boryaptilar. Ka'bai muazzamani 3-bor aylanishimizda onam sumkachani tushirib qo'yganlarini aytib qoldilar. A'zoy badanim muzlab ketdi. Shu kuni 50 boshimiz pasportlarimizni ham qo'limizga berib qo'ygan edi. Sovg'a-salomga atalgan pullarimiz ham sumkada edi. Birdan miyamga istirjo aytish fikri keldi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Alloh taologa iltijo bilan yolbordim. Ey Allohim, onam roziligini topay deb hajga olib keldim. Yelkamda ko'tarib tavof qildiryapman. Ammo bu yo'qotish sabab bo'lib u kishini dillarini og'ritib qo'yishdan o'zing panoh ber. Hozirgi holatimizda to'xtashning ham, sumkachani axtarishning ham aslo iloji yo'q. Qolaversa, nega beparvo bo'ldingiz deb volidai sharifamni ayblab ham bo'lmaydi. Ko'nglimdan shunday o'y o'tdi. Pulni halol yo'l bilan topganman. Haj niyatim ham xolis edi. Demak, Alloh bizni sarson qilib qo'ymaydi. Hujjat bilan bog'liq dilxiraylik va ovoragarchiliklarga ro'baro qilmaydi. Ko'ngilda Allohim, o'zingga tavakkal qildim. Hojatlarimni o'zingga havola etdim degan ishonch bilan xotirjam holatda tavofni davom ettira boshladim. 6-bor aylanayotganimda oyog'imga nimadir ilashib, yurishga xalal bera boshladi. Keyingi aylanishlar odatdagidan tezroq bo'lgani uchun to'xtab olib tashlashning aslo iloji yo'q edi. Qiynalib terga botib ketdim. Tavofni tugatib, sal chetroqqa o'tib, onajonimni yelkamdan tushirdim. Shu payt oyog'imga ilashgan narsa esimga tushdi. Ne ko'z bilan ko'rayki, yo'qotgan sumkachamiz ekan. U qanday tushib qoldi? Oradan biror vaqt o'tib yana qanday topildi? Va eng asosiysi, hayratlanarlisi, qay tarzda aynan mening oyog'imga ilashdi? Bu savollar meni ancha shoshirib qo'ydi. Ramazonda tafakkur qiling. Tafakkur qiling.